Norasidagi qizimni nima qilib qo'yding, gapir. Do'stimga tuzlab o'tib turdingmi? Ha? Norasida go'dak qizimni nomus dedingmi? Qizga men hech nima qilganim yo'q. O'zim bo'ynimga osilib oldi. Qo'yvoring. Qanaqalikni qilib? Endi qochib yuribsanmi, aytamgan? Qaysi vijdon bilan unga qo'l tekkіздing? Ha? Endi qilgan ishingga javob berasan. Bo'lmasa umring qamoqda chiriydi. Qilgan ishimga har doim javob berib kelganman. Erkakmanmi? Sen erkakmisan. Bu senda erkakka. Mayli, qizimga uylanaman. Lekin ammo degan joyi bor. Nima demoqchisan? Dardingni ayt. Aytib qo'y. Mag'ir ketaman. Ota-onam o'lib ketgan. Kunimiz zo'rg'a ko'radigan, amal taqal qilib ro'zg'orimni tebratib yurgan bir yetimmi? Hozir qizingizga uylanganim meni sharoitim yo'q. Meni uyim yo'q, pulim yo'q, hech nimam yo'q, tushunyapsizmi? Jin ursin. Bu yo'qni o'zimga qo'yib ber. Ertaga uyimga kelasan.